Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bemorimiz 34 yoshli bemor. Rovna 7 oy avval chap tiza bo'g'imlarida oldingi qochsimon bog'landi. Avtoplastika qilib berganmiz. Medial menisklari ham yirtilib blokka tushib qolgandi. Uni qisman rezeksiya qilib berganmiz. Bugungi holatda qayta MRT tekshiruvini o'tkazdik. Oldingi qochsimon bog'larimiz to'liq suyakka yopishib ketgan. Bu yerda kostni kanallarimiz уже bitta bo'lgan. Endi solishtiradigan bo'lsak, mana orqa qochsimon bog'lam tabiiy o'zini nativ. Biz ulagan oldingi qochsimon bog'larimiz qanaqa qalin, baquvvat. Orqalaridan ham ko'radigan bo'lsak, payimizga to'liq suyagimizga birikib ketgan. Maksimalni men har doim zadniy kortikalga eng yaqin proyeksiyaga fiksatsiya qilishga harakat qilaman. Bu funksiyani yana ham to'liq tiklanishiga imkoniyat yaratib beradi. Mana payimiz anchagina qalin, juda ham chiroyli chiqqan. 7 oylik holatga mana hozir ob'em движениyani ko'ramiz. Bitta tizingizni bukib yozib bering. Qo'lni bukiladi, qo'lni ochiladi. Zo'r. Yaxshi. Aka, og'riqlar bormi? Og'riq yo'q. Xo'p, yurishlaringizni ham bitta ko'rsatib bering. Zo'r. Bitta o'tirib turib bering. Bemalol. Chotki. Yaxshi. Oldingi qochsimon bog'larni ulashda perinos longus payini olib uch buklab tiklaydigan bo'lsa, yana ham pay mana shunaqa qalin chiqadi, baquvvat chiqadi, natijalar ham zo'r bo'ladi. Hammaga sog'liq tilaymiz, hammaga rahmat.